Hozir men sizlarga Ro'zaxon Boymatovani botanika bog'isini ko'rsataman. Qaranglar mana. Buni qaranglar. Mana shu Juvoy aka men o'yladim. Nima ekskursiyani o'yladim. Hammasi. Bizlar har doim kelganda kulib, chiroyli bo'lib nima qilib bizlarni kutib olasiz. Alloh sizni umringizni ziyoda qilsin. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Jannatga oshib TV kanalini. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar, uzoqdagi yaqinlar, olisdagi jigargo'shalar. Jannatga oshib TV kanalini muntazam kuzatadigan mana azizlarim, jigarlarim. Bilasizlarmi? Men bugun YouTube'da topib olgan jigarlarimni topib oldim. Mana oqtarib keldim. Men Mingdonobodda o'tiribman. Hozir sizlarga ko'rsataman. Jonam. Ha. Hoji onam, mana onaxonim, Tanjoni sog' bo'lsin. Men banisada yotganda meni gullarda oborib, ko'rib kelgan hoji onam shu kishi bo'ladilar. Tanjoni Gullar go'zal. Banisada yotgan, banisaga o'tib ketdi. Mana bu hoji onam, hoji opam bo'ladilar. Shu kishi men borgan edilar, tanjonlari sog' bo'lsin. Hurmat qilaman bularni, yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha turinglar hoji ona. Andijonlik YouTube'dan topgan qadrdonlarim. Mana endi bir narsani ko'rsataman. 1 2 3 taniganlar bormi deydi-yu. Assalomu alaykum, meni qadrdonlarim, mehribonlarim, yaxshimisizlar? Jannatga oshiq TV gruppasidagi barcha obunachilar, hoji dada, hoji ona, singiljonlar, ukajonlarim hammalaringiz yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Ana men Buxoroy Sharifdan ana Marg'ilonga kelganman. Hoji dugonamni ham shu yerda topib juda xursand bo'ldim, keldilar. Ana hoji onamiz Ro'zaxon Boymatova uylaridami? Mana Ro'zaxon Boymatova. Mana hay deb qo'ying. Ana YouTube'da topgan qadrdonlari mana shu Mingdonobodda hozir biz. Bunisi Zubayda Ashurovani hamma taniydi. Ya'ni shoiramiz va YouTube'da onasi deylik. YouTube'da onaxon. Mana YouTube qirolichasi onaxonim bo'ladilar. Ro'zaxon Boymatova deb gapirardim, mana shu ayol bo'ladilar. Ro'zaxon Boymatova to'g'rallar. Hamila otingiz mencha yaxshi, chiroyli. Chiroyliqda Ro'zaxon Boymatova. Ajoyib. Familiyam chiroyli ekan. Familiyangiz ham chiroyli, ismingiz ham jismingizga mon chiroyli, o'zingiz ham chiroyli degandek. Hamma go'zal. Mana qadrdonlar, mana shunday ulug' kunlarda shu dugonalarda, hoji onalarda topib xursand bo'lib o'tiribman. Yana bitta inim bor, ukaxonim bor, jigargo'sham. U hozir endi tashqariga chiqdilar. Hozir kelsa yana ularni ham syomka qilaman. Gapiring. Hammalaringizni Buxoroy Sharifga taklif qilaman, dugonajon, hoji onajon, hoji Mavdaxon singiljonim. Hoji ayamiz. Mayli borib kelgan bo'lsangiz ham yana borasiz. Boramiz, xudo xohlasa. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Bir soatda Kenjagul, Dilshodbek, eski qadrdonlarimiz. Ayting ashlarni. Matlubot Tashmatova, Saloma Jumaniyazova, Matlubaxon Isakova singil opajonim mana. Farg'ona Gavhari folklor etnografik jamoasining eng qo'sh qanotlaridan hoji dugonamni Mavdaxon va Matlubaxon opamiz. Ha, mana o'ng qo'lim, chap qo'lim. Odinaxonlar bor u yerda. Mana yana singiljonlar ko'p u yerda. Hammalaringizga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stligimiz, dugonachiligimiz abadiy bo'lsin iloyim. Bordi keldimiz abadiy bo'lsin hoji onajonlar. Sizlar ham taklif qilaman sizlarni Buxoroga. Keling Imom Ali. Assalomu alaykum, Jannatga oshib TV kanalini ashaddiy obunachilari. Matlub opa Toshmatova Moskvada. Ha, Moskvada. Matlub opa Farg'onalik Matlub opamiz, Besaodat ona, yana kimlar bor edi? Saloma Jumaniyazova bor, Mehrigul, ha. Laylo Shangrilik.
keyin Mahmud dada, Lobarxon, Mahmud dada Lobar bo'ldilar. opa, Mahmud dada. hammalar kelinglar. Ro'zaxona ojonani uyida mehmondamiz. Oilaviy keldik. Buxorolik opam keldi. Hammaga salom. Sanda odamsan. Salom, salom. Masturxon. Yaqinda to'yga boradigan Andijonga shu Andijonga Imomalini. kelish topalari maza qilib zo'r bo'ldi to'ylar. Xursand bo'ldik. Borib. Esda qolarli kunlar bo'ldi va Ha, esdaligi. zo'r bo'ldi to'ylari. Inshaalloh yaxshi kunlarda Qizim to'ylariga keldi. ko'rishaveraylik. To'yga aytaverasizlar. Opam zo'r qilib o'tkazib berar ekan. Ana shunday mehmondiz qadrdonlarimdan o'rgilay. Doim kelaman, bular quchoq ochib meni kutib oladilar. Mana mana shu Hali Farg'onada bo'laman, hali Marg'ilonda, hali Andijonda. Allohga bek shukrki, mana shu YouTube'da tanishganlarimizdan. YouTube'da tanishganlar va Hoji ko'rovimizdan Dugona, YouTube'da. Hoji Dugona Xonova orqali ana shunday bir ajoyib Azizaxon Dugonajon. Azimaxon, voy. Ha, Azimaxon. Voy Azimaxon yaxshimisiz? Sizga jonim. Endi kechirasiz. Azimaxon, Marg'iloni Azimaxon. Sog' salomat yuringlar. Akmaljon. Akmaljon Marg'iloni. Boburi, Umidjon. Boburi ham bor edi. Boburiyam bor. Nazar Jumayevich, eski Nazar qadrdonlardan. Sabirovich. Toshkentlik Mahmud dodachi, boriki bor. Abdulla Karabayev, qadrdonimiz. Abdulla Karabayev yana nima? Xurshidaxon bilan aytib qo'yadi. Xurshidaxon bor edi-yu andijonlik. Ha, Xurshidxon. Andijonlik Zulmon opa degan opamiz ham bor edi. Voy Rahmatulloh. Rahmatulloh bir bo'lsa Hindistonda men ham ko'rganim yo'q anchadan beri. Bir bo'lsa Hindistonda. Haligi bir loyiha qilyapti, o'shani ham bir yo'qlab borib kelaman dedim. Hech bir fursat bo'lmadi, to'g'risida. O'zimdan ortmayapman. kelganmikan? Yo'q, Hindistondan. Hindistonda edi, ha, kasal olib borayotdi. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'linglar. Zubaydaxonnikida o'tirganimizda xotiniga telefon qiluvdik. Hindistonda dedilar. Ha, o'shada. Xo'p. Mana qadrdonlar, YouTube'da topgan qadrdonlar bilan ham suhbat bo'lib o'tirimiz. Shunaqa bir-birlarimiz bilan ancha mehr oqibatimiz oshib, jo'shib degandek, mana shunday bir-birimizga bordi keldi qilamiz. Sog'inishib qolgan ekanmiz. Ha, sog'inib qolgan ekanmiz. Xo'p, azizlar, bugun 4-avgust kechasida mana chiroyli Mingdonobodda, Farg'onada, ya'ni Mingdonobod degan joyda o'tiribmiz, jamoat jam, sizlar kam. Bugun Mavdaxonda ham shukrona kunlari edi, o'shaning uchun kela olmadi. Bo'lmasa har doim Mavdaxon meni yonimda bo'ladi, bilasizlar. Bugun uni tug'ilgan kuni. O'shaning uchun fursatdan foydalanib yana bir bor Mavlidajon tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tanijoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing ziyoda bo'lsin. Anvarjon bilan qo'shapur bo'lgan, farzandlaringning rohatini, kamolini ko'rgan hoji ona bo'lib farzandlarni yaxshi kunlarida, to'rilarida duogo'y bo'lib o'tirishlikni Alloh o'zi nasib etsin. Mavdaxon singiljon yoshlarga kiring. Chin qalbimdan tabriklayman. Professor dada nomlaridan, oilamiz nomidan. Ilohim yuz bilan yuzlashib yuring. 90dan oshib farzandlaringizni Anvarjon bilan birgalikda baxtu kamolini, ularni to'ylarini ko'rib yurishlik har doim nasibingiz aylasin. Doimo sog' salomat bo'ling-ku. Bizlar har doim kelganda kulib, chiroyli bo'lib nima qilib bizlarni kutib olasiz. Alloh sizni umringizni ziyoda qilsin. Sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hoji onam ham gapirib qo'ysalar, tabarruk. Duo qilsinlar. Mavluda ham umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin, bolalaringiz baxtga borga qo'shganingiz bilan qo'sha qarab, hojilarga boring. Ilohim bolalaringizni jaylab, chevaralar ko'rib yuzga kiring, ilohim. Farzandlaringiz sog' bo'lsin. Bolalaringiz mehribon bo'lsin, ilohim. Kelinlar, kuyovlar ko'ring. Chevaralar, nevaralar ko'rib yurishlikka Alloh nasib etsin. Endi hoji ona mana shu YouTube'da nararoqdan olavering nomjon. Nima? Ana shu yerdan holi. Nima? Mana shu Jannatga oshiq TV kanalida shunaqa bir mehr oqibatli insonlar borda. Har doim bir nima deydi, yaxshilik nimasida ajoyib ehson qiladigan
qadrdonlarimiz bor. Yaxshilik urug'ini sepib yuradigan. Ha, sepib yuradigan. Siz endi o'qituvsiz chiroyli gapirasiz. Keyin endi birarda ruscha gapirib yuboraman-u. Ertamaga men Zubaydaxon bas men ruschani deyman, zo'rg'a gapiraman. Chiroyli gapirasiz. Ana shu bizni kuzatadiganlarimiz ko'pi musofir yurtda. Andijonligi ham bor, Marg'ilonligi ham bor, Farg'onaligi ham bor. Hatto Finlandiyada bor. Ha. Xorazm, Bullashkalon, har bir O'zbekistonda har bir go'shangalarida bizni kuzatadigan bor va yana chet davlatlarda ham kuzatadiganlari bor-da. O'shaning uchun mana shu qora qosh, qora ko'zlarda chiroyli bir duo qilib berasiz. Nasib ammallari bexatar bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Alloh topganlariga ato bersin. Qatoridan xato bo'lmaydi. Bolalarni bariga safarlarni bexatar o'ynab kulib yana yurtiga bolalarni oldiga qaytib kelsin. Yuraylik musofir yerda yurganlarim hammasi uyga kelishga Allohni Sog' salomat bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, Ojonim, rahmat. Hoji dada bilan qo'sha qarab yuz yoshlarga kirdim. Mana shunday bizlarni xabar olib yuravering. Charchamang. Boringizga shukr. Qadrdonlar, Hoji momomni ko'rgan onam. ha, mana onamni ko'rgan onam. Endi shunaqa bir ota-onalarimiz bor endi o'tib ketdi, joylari jannatdan bo'l, oxiratlari jannat bo'lsin, jannat Ha, ilohim. Azizlar, mana shunday chiroyli davrada o'tirib, mana duolarni oldik. Aytadi-yu, oltin olma duo oldim. Mana shu chiroyli duolar sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz sizlarni. Obunachilar. Bugun Nomir Adin Maluda opani Shukrona kuni ekan. Shukrona kuni bilan biz andijonliklar oilam bilan tabriklaymiz. Maluda opa doim sog' salomat yuring. Har doim shunaqangi bizni to'yimizni, qizimni to'yida yor-yorlar aytdingiz, shunaqangi doim xursandchilik kunlaringizda, bunaqa bayramlarda xursandchilik obunachilarning xonadoniga borib yor-yorlar aytib yuravering, to'ylarda yuring doim. Aziz opam bilan doim sog' salomat yuringlar. Biz obunachilar baxtiga doim xursand kunlarimizda boringlar. Yana xudo xolasa to'y qilsak aytamiz, yana Andijonga boringlar. Maluda opa, tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hozir men sizlarga Ro'zaxon Boymatovani botanika bog'isini ko'rsataman. Qaranglar mana. Uni qaranglar. Mana shu Juvoy aka men o'yladim. Nima ekskursiyani o'yladim. Hammasi shu. Nimaga meniki ko'karadi-yu u darajada basta, qarang. Qaranglar qizlar. Qadrdonlar mana. Mana shu onaxonni gullari. Qarang. Yo, ana bu gulga havasim ketdi. Bu yog'i ko'k oq, bu yog'i unaqa bo'lib qarayman. Ajoyib, ajoyib. Qarang, mana gulni qaranglar sizlar. U baliqchalarni qarang yana. Qaranglar, qadrdonlar. Ha, undan mana unga meni mehrim. Hozir uni qaranglar. 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 Ro'zaxon Boymatovani xonadoni mana. Mana botanika bog'i deydi-yu. Buni qaranglar, yotoqxonasi. Ana kislorod. Andijondan olib keldim. Voy, erinmagan, qarang. Qanday chiroyli postavkani qarang. Chamadonlar ulashmasin. Ularni joylashtirdim enikiga. Mana ana bu gullar ham juda jahon bozoriga borib shuni qarang. Hay, juda. Kaktusni ko'rsating. Ana bu dollar guli 5 yillik. Ha, dollar. Mana. Bu kaktusga qarang. 65 yillik nima ekan? Kaktus. 15 yildan beri bor ekanmi? Bitta olib 300 ga. Bittasini Nuriddinga berdim. Juda chiroyli. Postavka ham zo'r. Yashang. Vatan Mana, voy, mana. Bu gullarni qaranglar, mana. Videoga qo'yib oling.